açıqla ötken iken. Ular işcan ata-onaning himoyasida rahat parag'atda xo'shal-xuram yashaydi ekan. Bular tozi pishib yetilganda ata-onasi kasal bilan oqoqidan o'lib ketar ekan. Turmuşda yüleksiz qolgan qarindoshlar rizq izlab, cho'ng bo'lgan yurtini tashlab, suygan yoranlardan ayrilib, boshqa yurtlarga ketishga majbur bo'ldi. Ketdesem dağda meni gitmen yarıya ketme desem mukitme arada vay iki konup yarıya yarıya